Assalomu alaykum hammaga. Ismim Izzatullo Habibullayev, Meridian Marketing jamoasi a'zosiman. Bugun sizlar bilan TG Forms haqida gaplashamiz. Xo'p, TG Forms nima bu? Bilamizki, MetaEds'da reklama yoqqanimizda lead forma degan funksiyasi bor, ya'ni foydalanuvchi platformani tark etmasdan turib, o'z shaxsiy ma'lumotlarini qoldirsa bo'ladi. Hozirgi kunda bilamizki, Meta bilan bog'liq juda ko'p muammolar bor, ya'ni ad accountdan blok bo'lishi, sifatsiz leadlarning ko'payib ketishi va eng muhimi lead narxini qimmatlashishi va qimmatlashganda ham sababsiz qimmatlanishi. Ya'ni misol uchun bugun lead narxi $1 bo'lgan bo'lsa, ertaga hech qanaqa sabablarsiz $5-6 ko'tarilib ketishi. Mijozlarimizdan kelgan murojaatlarni o'rganib, tahlil qilib, Telegram Ads uchun lead formasini yaratdik. Bu qanaqa ishlaydi? Xuddi MetaEds'ga o'xshab, Telegramda foydalanuvchi reklamani ko'radi va ustiga bosganda pop-up bo'lib forma ochiladi, ya'ni 100% full screen bo'ladi. Foydalanuvchi bemalol platformadan chiqmagan holatda o'z shaxsiy ma'lumotlarini qoldirsa bo'ladi. Yana bitta eng qulay tomonlardan bittasi yoki eng asosiy afzalliklardan bittasi, har qanday foydalanuvchi bemalol platformamizga kirib, o'zi uchun xohlagan tayyor shablonlarimiz bor. Template'lardan xohlagan formasini tanlab va o'ziga moslab formani yaratishi va CRM tizimlariga ulashi mumkin. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, bu formani Telegram Ads emas, balki boshqa platforma uchun MetaEds bo'lsin yoki bo'lmasam Google Forma sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Qanaqadir kanalingiz yoki guruhingiz bo'lsa, foydalanuvchi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Google Forma yaratish shart emas. Google Formani o'rniga TG Formsdan foydalanib, bemalol foydalanuvchilarning ma'lumotlarini yig'sangiz bo'ladi. Nimaga bu Google Formadan yaxshi? Chunki foydalanuvchi boshqa platformaga chiqib ketmaydi. Ya'ni bilamizki, Google Formada foydalanuvchi Google Formani saytiga o'tishi va ba'zi hollarda o'zini shaxsiy Gmail bilan kirishi kerak bo'ladi va bu qaysidir ma'noda foydalanuvchiga nisbatan bosh og'riq hisoblanadi va bu muammoni ham bu TG Forms yechib tashlaydi. Va bu videoda siz bilan platformaga qanaqa qilib kirish, formalarni qanaqa qilib yaratish va shu formalarni CRM tizimiga ulashni haqida ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilanoq o'ng burchakda kirish tugmasi yoki bo'lmasam hozir forma yarating tugmani bosamiz. Platformamizning yana bir afzalliklaridan bittasi Telegram akkauntingiz bilan admin paneliga kirsangiz bo'ladi. Startni bosamiz va platformani ochish. Mana kirishimiz bilanoq bu yerda dashbord bo'ladi. Hozir bizda hech qanaqa ma'lumot yo'qligi uchun dashbord hech narsa ko'rsatmayapti. Odatda formani nechta odam ko'rdi, nechta odam topshirdi, konversiyasi hammasi bo'yicha ko'rsatadi. Xo'p, biz bu yerda brend qo'shishdan boshlaymiz. Siz agar sizda 5-6 ta brend bo'lsa, bemalol bu yerdan qo'shib, bu yerdan tanlamani qilsangiz bo'ladi. Xo'p, brend qo'shish, yangi brend, misol uchun Meridian Marketing yaratish bosamiz. Xo'p, brend sozlamasiga kirishimiz bilan ko'p turishimiz mumkin. Birinchisi CRM sozlamalari, hozircha formani Bitrix yoki Amo CRM ga ulasa bo'ladi. Boshqa CRM tizimlari bo'yicha alohida API beramiz. Xo'p, hozirgi kunda leadlarni CRM tizimiga guruh yoki kanal yoki bot orqali jo'natsa bo'ladi. Endi formani sozlash uchun ikki xil yo'li bor. Bittasi Meridian forma o'zini boti yoki bo'lmasam o'zingiz bemalol bot yaratib qilsangiz bo'ladi. Keling, hozir biz birinchi bo'lib TG Forms bot orqali ishlatib ko'ramiz. Hop, birinchi leadlarni qaysi joyga qo'shishi. Misol uchun new group qilamiz. Meridian Sales. Sales. Qo'shamiz. TG Leads deylik. TG Forms Leads. Guruh ochdik va bu yerdan guruh kanal qo'shish bosamiz. Guruhga qo'shish ochamiz. TG Forms Leads. Ochamiz. Admin. Bo'ldi. Endi mana leadsga ulandi. Ko'p turishimiz mumkin. Hop, endi buni yopamiz. Tayyor. Qo'shildi bu yerda. Endi forma yaratishga o'tamiz. Forma yaratish bo'lmaga o'tishimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Yangi forma. Bu yerda tayyor shablonlar bor. O'ziga xohlagan moskani tanlaymiz. Biz birinchidan boshlaymiz. Tojlayman. Test yaratish. Xo'p, ko'p turishimiz mumkin. Bu yerda maydonlarni qo'shsa bo'ladi. Masalan, maydon qo'shish tugmasi orqali xohlagan o'zimizga kerak bo'ladigan narsalarni qo'shsa bo'ladi. Biz hozir standartni bo'yicha oddiy ism, familiya, telefon nomeri, kontentni bosamiz. Xo'p, o'zbekcha yoki tili formani stili dark qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, brend nomini ko'rsatish bosadigan bo'lsak, o'chib qoladi. Ya'ni Meridian Marketing. Logolarni yoki rasman bemalol ulasangiz bo'ladi. Buni qo'yib ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin, mana anaqa bo'ldi. Yoki buni qo'shib qo'ysa ham bo'ladi.
Xo'p, keyin yana bitta tomoni formani topshirgandan keyin biz xohlagan havolaga o'tkazsak bo'ladi. Keling shuni Mailings marketing qo'ydik. Sozlamalar misol uchun bundan yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana guruhga jo'natsin, taga forms let'sga. Bot orqali menga yoqib qo'ysangiz, botda o'zi ham jo'natib turadi. Xo'p, chop etishni bosamiz. Bu yerni nusxa olish. Bu yoqqa tashlab olamiz. Hop, bu qismi foydalanuvchiga ko'rinmaydi, faqat silka reklamaning pastida bo'lganligi uchun bu qismi ko'rinmaydi. Launchni bosamiz. Formani allaqachon topshirgan edim, shuning uchun yana bitta zo'r tomoni bu forma topshirgan odamni allaqachon topshirgansiz. Ya'ni formalarni dublirat bo'lishdan saqlaydi. Bitta odam 5-6 marta topshirishni oldini oladi. Qayta yuborishni bosamiz. Test 2 3 4 5 6 7 yuborish tugmasini bosamiz. Mana ko'p turishimiz mumkin, yuborildi. Bu yerda mana bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana 3-marta yuborish bilan qayta yuborildi. Ma'lumotlar nima qilib qo'lda kiritilgan. Shu bo'yicha ko'rsatib turadi. Xuddi shunaqa kanalga ham botni admin qilishimiz orqali bemalol ko'p tursak bo'ladi. Xo'p, endi CRM sozlamalari bo'yicha. Xo'p, bu yoqqa Amo CRM bo'yicha boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib Amo CRMga qanaqa integratsiya bo'yicha ko'rib chiqamiz. Xo'p, Amo Marketga kiramiz. Bu yerdan sozdать integratsiya tugmasini bosamiz. Buni ichida integratsiya. Bu yerda o'zi unchalik muhim emas. Misol uchun forms.mailings.uz dan tanlaymiz. Mana tanlaymiz. Test taga ads forms ochamiz. Saqlaymiz. Pochtamizga kod keladi, shu kodni kiritamiz. Kodni kiritishimiz bilan подтвердить bosamiz. Hop, установлениеga o'tamiz. Ko'rishimiz mumkin, test bo'yicha turibdi. Ustiga bosamiz. Ключи доступ ustiga bosamiz. Skinner tokenni bosamiz. Tanlaymiz sanasini. Tavsiya qilamiz uzoq muddatli tanlashni. Bosdik, подтвердить bosamiz. Bu yerda token berdi. Tokenni olamiz. Bu yoqqa o'tib, bu yoqqa tokenni qo'yamiz va bu yoqqa Amo CRMni silkasini olamiz. Boshdagi o'zingiz silkangizni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Qo'yishimiz bilan ulashni bosamiz. Va ulandi. Endi Amo CRM uladik. Endi formani ichiga kirib, qaysi zilkani ichiga tushishini tanlaymiz. Hozirdan o'tamiz. Xo'p, buni bosamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana taga forms tanladik. Bu avto saqlanib bo'ladi, ya'ni avto saqlaydi. Shuning uchun ulashni bosib qo'ygandaqa yoki xuddi shu eski anaqani o'zi bo'yicha qilsak bo'ladi. Qayta yuboraman. Test yuborish. Keldi mana. Hozirgi anaqa bo'yicha test. Buni hammasi nomerlarga chiqibdi. Hop, endi Bitrix sozlamalariga o'tamiz. Hop, brendga o'tamiz. Bitrix tanlaymiz. Bitrixni sozlash uchun Bitrix saytiga o'tamiz. Hop, mana Bitrix platformasiga kirdik. Bu yerdan Developer Resource degan joyni olamiz. Boshlig'ini tanlaymiz. Bu yerdan Inbound Webhook olamiz. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Shunaqa narsa qilib beradi. Assign Permission'dan CRM degan narsani tanlaymiz. Bu yerda CRM degan yozib chiqadi. Sal pastroqda ekan CRM mana. Saqlayni bosamiz. Bu silkani olamiz va bu yoqqa qo'yamiz. Ulash. Ulandi bu ham. Endi formaga kiramiz. Sozlamalarga o'tamiz. Bu yerda ham ranklangish bosamiz. Bo'ldi, ulandi. Endi yana boshqatdan kelinglar boshqa forma bilan sinab ko'ramiz. Yangi forma. Misol uchun bu tanlaymiz. Test K formasi yaratishni bosamiz. Bu yerga endi qo'lda kirishni o'rniga Telegram kontakt ulashni qo'shamiz. Qisqa matn sozlamalarga o'tamiz. Guruhga ham yuborsin. Bunga ham. Varonkani tanlaymiz. Taga forms. Bo'ldi. Chop etishni bosamiz. Solish. Yoqqa o'tamiz. Start qilamiz. Misol uchun test. Bu yerda ko'rishingiz mumkin.
share bosamiz. Telefon raqamini o'zi oladi. Yuborishni bosamiz. Yopish. Hop, mana ko'rib turishingiz mumkin. Lead gruppaga ham keldi. Manaqaga ham keldi. Amosiyamga ham mana Bitexga ham keldi. Ko'rishimiz mumkin. Test 2. Anaqani ko'rishimiz mumkin mana. Test 2 hammasi. Bemalol ko'rib turishimiz mumkin. Alhamdulillah. Xo'p, endi CRM sozlamasini ko'rib chiqdik. Bu yerda yana bitta narsasi bor. Boshqa bir panelga ko'rishimiz mumkin. Mana bitta odam ko'rdi. Bu faqat unique userlarni ko'rsatadi. Agar ko'p user ko'radigan bo'lsa, shu yerda oshadi deydilar. Konversiya faol raqamlar. Endi sizlar bilan bu yerda buni dashbord turibdi. Yana bitta eng muhim funksiyalardan bittasi bu leadni topshirmagan odam, lekin formani ko'rdi, lekin topshirmadi. Bu yerda ko'ruvchilarni anaqasi ham turadi. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Formani to'ldirmaganlarni ko'rish uchun ko'ruvchilar bo'limiga o'tamiz. Shuni hozir test qilib ko'ramiz. Misol uchun buni nusxa olamiz. Boshqa akkauntdan formani ko'raman, lekin to'ldirmayman. Ko'rdim. Lekin to'ldirmadim, chiqib ketdim. Bu yerda ko'ruvchilarning ichida shu narsa paydo bo'ladi. Misol uchun mana Izzatulloh Habibullayev ko'rdi, lekin to'ldirmadi. Buni formani boshlab lekin to'ldirmagan bemalol spesifik formatda yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar, bu yerda o'zingizni shaxsiy botingizni qanaqa qilib qo'yish bo'yicha ko'rib chiqamiz. Misol uchun bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Formada tagi ads formasidan kelgan. Endi o'zingizni shaxsiy label, white label qilishni ko'rib chiqamiz. Hop, botni bosamiz, o'z botingizni yaratish. Hop, bot fazerga kiramiz. Bot fazer. Startni bosamiz. Hop, new bot yoki anaqa bilan ochsak bo'ladi. Create new bot, aytaylik, test tagi forms test tagi forms test bot yaratishni bosamiz. Buni olamiz. Bu yerdan botnlashni bosishimiz bilan buni zo'r tomoni reklama yoqqanimizda tagatishda mana bu joy ko'rinib turadi. Tagat formaymiz. Shuning uchun o'zingizni botingiz bo'lsa, xohlagan nom bilan bemalol qilsangiz bo'ladi. Botni qo'shdik. Ko'rgan bo'lsanglar, bot tokenni qo'yishimiz bilan o'zi avtomatik username olib berdi. Bu yerda keyin bot sozlamalaridan xohlasangiz bot fazi bilan yoki shuni o'zida qilsak ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun bot nomi, tavsifa, ya'ni description yoki rasm xohlasangiz bot fazi yoki bu yerdan qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi anaqani ochamiz, bot fazani ochamiz. Faqat bu narsani bot fazadan qilishimiz shart bo'ladi. Eng muhim joy hisoblanadi. Bu yerda mini apps degan joyni ochamiz. Bu yerda direct link. Bu narsa bo'lmasa forma ishlamaydi. Ya'ni o'zingizni botingizga formani ulagan joyda eng muhim joy shu hisoblanadi. Hop, bu yerdan buni kopiya qilamiz. Bu yoqqa form deb ochamiz. Bu polyaga to'ldirish shart. Test. Mana shuni olamiz. Create bosamiz. Tayyor. Bu yerda bajardim tekshirishni bosamiz. Va bo'ldi. Endi formaga o'tamiz. Yangi forma qilamiz. Test 3 deylik. Misol uchun content sozlamalarni tayyorladik. Endi bot orqali menga bosib qo'yamiz. Shunda yangi bot orqali keladi. Endi deylar shu orqali. Okey. Hop, endi sozlamalarga o'tamiz. Brand bot orqali tanlaymiz. Hop, ulashni bosamiz. Nusxa olish. Ketdi. Qayta yuboramiz. Test yuborish. Ko'rishimiz mumkin, yana yangi yaratgan botimiz orqali mana deadline keldi. Qayta yuborildi, forma nomi yana qasi.